qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Diqqatinglar tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xi Jinpingning Sharq Turkiston ziyarati texmi rayimsiz faoliyatining signali bo'lishi mumkin. Buyukbar To're 17-iyul kunidagi xabarda Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer Xitoy Kompartiyasi diktatori Xi Jinpingning o'tgan hafta ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonning markazi bo'lgan Urumchini ziyorat qilishi yerlik nüfusga qarata yurgizilgan texmi vahshiy bir faoliyatining bisharati bo'lishi mumkin dedi. Salih Xudoyer Sharq Turkistonning eglik huquqini asliga keltirishni maqsad qilgan Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining qurg'uvchisi va Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri. Sharq Turkiston Cumhuriyeti 1949-yili Mao Zedong boshchiligidagi Xitoy Kommunistik partiyasi tarafidan rahbarlari qaslab o'ldirilgandan keyin mustamlika qilingan eglik huquqliq davlat edi. Bugungi kunda Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni degan nom bilan atab boshqaradi. Xi Jinping 2014-yili hokimiyatni o'tkazib olib uzun o'tmayla Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik harakatini qo'zg'adi. Ammo shiddat 2017-yili Sharq Turkiston miqyosida jazo lagerlarining qurilishi va kengayishiga ergishib texmi zo'raydi. Bugungi kunda kishilik huquq mutaxassislari va jurnalistlarning keng ko'lamda ilib borgan tadqiqoti, oshkorlangan hujjatlar va o'z ko'zi bilan ko'rgan shohidlarning mo'ljiriga asoslanganda diktator Xi Jinpingning 3 millionga yaqin kishini jazo lagerlariga solib qo'yganligi, Uyg'ur va boshqa Xitoy bo'lmagan ayollarga qarata homildorlikdan saqlanish tadbiri qo'llanish, erlarni keng ko'lamda qul qilish qatorliq usullarni qo'llanganligi ma'lum. Xitoy bu qilmishlarning ba'zilari uchun maqtanadigan bo'lib, ayollarni tug'mas qilib etishni ayollikning g'albisi deb qaradi. Shaxsiy bir sud mahkamasidagi mutaxassislar 2021-yili hokimiyat beshidagi Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy millatlarga qarata shak-shubsiz irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini dalilladi. O'tgan hafta Xitoy diktatori Xi Jinping 8 yildan beri tunji qatam Sharq Turkistonni ziyorat qildi. San'at nomerlarini ko'rdi. Yerlik kompartiya rahbarlari bilan paranglashdi. Xitoylar bilan Sharq Turkiston xalqining etnik birlashish falsafasini ta'kidladi. Salih Xudoyer Breitbart xabarlariga Xi Jinpingning oxirgi ziyoratining jazo lagerlarining shiddat bilan ko'payishiga to'g'ri kelganligini aytib, Xi Jinping 8 yil keyin Sharq Turkistonni ziyorat qildi. Bundan burun, ya'ni 2014-yili Sharq Turkistonni ziyorat qilgan vaqtda Xitoy hukumati rasmiy turda xalq urushi deb atalgan davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik faoliyatini boshlatgan edi. Tarixdan beri Xitoy katibashlari Xitoy Kompartiyasining bosh sekretarlarining Sharq Turkistonga qilgan ziyarati Xitoyning ishg'oliyati va hukmronligini mustahkamlash bilan bir vaqtda Sharq Turkiston va uning xalqini mustamlika va assimilyatsiya qilishdagi texmi rayimsiz harakatining xabarchisi. Uning Sharq Turkistonning bexatarlik tadbirlarining davomli yo'lga qo'yilishini ta'kidlashidan ishlarning texmi nacharlashib ketadiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Xitoy to'liq maqsadiga yetmaguncha Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qarata irqiy qirg'inchilikni yurgizishni davomlashtirdi dedi. Xalq urushi iborasi kommunistik Xitoy uchun cho'nqur ahamiyatga ega bo'lib, odatda kommunistlar qabul qilg'ili bo'lmaydi deb qaragan nüfusga qarshi ilib berilgan yo'qotish harakatini ko'rsatdi. Mao Zedong davlatni qo'lga tushirishning bir parchasi sifatida tunji qatam o'rta va ust sinflarga qarshi bir xalq urushi boshlatdi. Urushning oxirida cho'ng sakrab olg'a ilgirlash va madaniyat inqilobi keng ko'lamdagi ocharchilik siyosati yurgizib, 40 million insonning o'lishiga yo'l ochdi. Xi Jinping xalq urushi atalg'usini tunji qatam 2014-yili terrorlikqa qarshi turish urushining belgisi sifatida qo'llandi. Salih Xudoyer tushuntirib, Xi Jinpingning yaqinqi ziyarati Xitoy hukumatining xalqaro jamiyatning ayiblashi, jazolashi va iqtisodiy boykot qilishining Xitoyning Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qaratgan vahshiylikni davomlashtirishiga to'sqinlik qila olmaydiganligidek signal berishdan iborat. Diqqat qilishga tegishliki shuki, Xi Jinping birlikka kelgan Xitoy davlati qurishning lozimligini yana bir qatam ta'kidlab, yerlik kadrlarni ijtimoiy muqimlik va siyosiy muqimlikni saqlash nishonida mahkam turishga chaqirdi. Biz Xi Jinpingning yana Sharq Turkistonda texmi ko'p lagerlarni qurish uchun texmi ko'p mablag' soldiganligi to'g'risidagi xabarlarni angladik. Xitoyning davlat axborot vositalari Xi Jinpingning ziyoratini Sharq Turkistondagi etnik birlikning g'albisi deb maqtadi. Bu kommunistik hokimiyatning odatda bu rayondagi yerlik aholilarning o'rniga Sharq Turkistonning boshqa joylaridagi Xitoylarni dastitishni ko'rsatadi dedi.
Xitoy Gündəlik gezisi Şi Jinpingning atalmış Şinjan Uyğur Avtonom rayonini ziyorat qilganda Milliy ittifoqlikning muhimligi va Xitoy millati uchun kuchlik to'plam engini yetildirish kerakligi haqidagi birlikda millatlar ittifoqligini qadrlash orqali atalmış Şinjanni texmi gullandirgili va texmi go'zal turmushga erishgili bo'ladi. Millatlar ittifoqligi butkul Xitoy xalqining hayot yo'li degan so'zlarning atalmış Şinjandagi kishilarni texmi ishonchga to'ldirganligini xabar qildi. Şi Jinping universitet ziyarati jarayonida Xitoy xalqining barliq etnik guruhlarning birlashishidan shakllanganligini, davlatdagi millatlar nazariyasi va siyosatlarning sog'lom va unumli ekanligini, texmi muhimi millatlar ittifoqligi bo'lgan Xitoy yengilmas parlaq kelgusiga ega bo'lganligini aytdi. Şi Jinping jazo lagerlari va Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning qisqartirilmasi sifatida etnik birlikni qo'llangan. Kommunistik partiyaning Sharq Turkistonda yo'lga qo'ygan programmalari ichida oilaga aylanish deb ataladigan bir mashhur programmasi bor bo'lib, hukumat yerlik fuqarolarni Xitoylarni tuqqan bilib uyiga elib qo'ndirishga, Xitoycha so'zlashga, dindan voz kechishga, Xitoy madaniyatini qabul qilishga majburlaydi. Bu programmalarni yo'lga qo'ygan oilalardagi erlar jazo lagerlariga elib ketiladi. Ayollar Xitoy erlar bilan bir yotoqda yetishga majburlandi. Hayotda qolganlarning ifodasiga qaraganda, bu programmaning yo'lga qo'yilishi bosqinchilikning ortishiga, cho'nglar bilan bolalarning munosabatining uzilishiga sabab bo'ladi, dedi. Bugungi haqsiz Malayziya tori 14-iyul kuni Wisconsin universitetining tug'ut va ayollar kasalliklari bilimlari olimi Yifushanning nima uchun Uyg'ur nufusi ozaydi sababli maqolasini e'lon qilgan bo'lib, maqolada Chingchuango 2016-yili atalmış Şinjan o'lkasining boshlig'i bo'lgandan keyin bexatarlik bostirishni nazorat qilib, dunyoni hayron qoldirgudek darajada tug'ilish nisbatining tuvanlashini keltirib chiqardi. Ba'zi kuzatuvchilar Xitoy rahbarligini majburiy tug'mas qilib o'tish va bola tushirib o'tish qatorliq usullar orqali Uyg'ur aholisiga irqiy qirg'inchilik yurgizdi deb aybladi. Xitoy diplomatiya ministri Wang Yi bu ayblashlarni soxtalik deb rad qilib, atalmış Şinjandagi Uyg'ur nufusining 2018-yili 12 million 700 mingga yetganligini, 2010-yildagiga selishtirganda 25% oshganligini va atalmış Şinjan umumiy nufusining 14%dan yuqori ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Yaqinda e'lon qilingan 2020-yillik nüfus tekshirish sonliq ma'lumotlaridan ko'rsatilishicha, 2020-yili atalmış Şinjandagi Uyg'ur nufusi aran 16% oshib, 11 million 600 mingga yetgan. Atalmış Şinjanning umumiy nufusi 19% oshgan. Kishini texmi hayron qoldirdig'ini 0 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan Uyg'ur nufusi 5 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan araliqdagi Uyg'ur nufusining aran 36%ni egallagan. Xitoy 1973-yili butun mamlakat miqyosida planliq tug'utni va 1980-yili 1%lik bo'lish siyosatini yo'lga qo'ydi. 1989-yildan boshlab atalmış Şinjandagi Uyg'ur va boshqa turk ayollarga 2%lik bo'lishga ruxsat qilindi. Hozir tug'ilganlarning 2017-yildagi 389.695 dan 2018-yili 267.250 ga, 2021-yili 159.528 ga tushib qolganligini, 2018-yildan 2021-yilgacha bo'lgan araliqdagi tug'ilishning 4dan 3 qismini egallaganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Xitoy doiralari uzundan buyon bola tushirib o'tish, homildorlikdan saqlanish va Baliyat qo'yishida uskunlarni qo'llanish bilan dang chiqargan bo'g'achqa atalmış Şinjandagi tug'ilishning shiddat bilan tuvanlishi bu xil tadbirlarni qo'llanganligini aks ettirdi. Ammo ishlar uncha oddiy emas. Chunki atalmış Şinjanda 2016-yildan 2017-yilgacha bo'lgan araliqda bola tushirish operatsiyasi 2013-yildan 2016-yilgacha bo'lgan araliqdagiga selishtirganda sal oz bo'lgan. 70 mingdan ortiq kishi tug'mas qilib etilgan. Chingchuangoning rayonsizlarcha bostirishi ham iqtisodning chekinishi ham ishsizlikning ortishi bilan Uyg'urlarning tug'ilish odatini oshqunlikqa qarshi turish bahonasi bilan buzib tashlagan. Atalmış Şinjan yezilari og'ir bostirish va iqtisodiy krizisga duch kelganlikdan 2020-yili tug'ut nisbati shahar rayoniga selishtirganda odatdan tashqari tuvan bo'lgan. 9 yillik majburiy ma'rifning yo'lga qo'yilishi tug'ilish nisbatini azaytgan. Ayollar kechikib to'y qilib farzandlik bo'lgan. Natijada atalmış Şinjandagi to'liq o'rta maktabning umumiy o'quvchi qabul qilish nisbati 2010-yildagi 69% dan 2020-yili 99% ga o'rilgan. Butun mamlakatdagi nisbati 83% dan aran 91% ga o'rilgan. Uyg'urlar majburiy tug'maslikning azobini tortgan. Bu tug'ilish nisbatiga texmi og'ir oqibatlarni elib kelganda qoladi. Agar rayonning ijtimoiy iqtisodiy hayotiy kuchi davomli tuvalasa,
Atalmış Şinjan rayonidagi ko'payishga ilhomlantirishdagi barliq tirishchanliklar mag'lub bo'ladi. Bu mag'lubiyat Xitoyning O'rta Osiyodagi jo'grafiyalik siyosiy afzalligini yo'qotib qo'ydi. Xitoyning hukmronlari Chingchuangonni maqtadi, ammo ular uning Atalmış Şinjandagi bexatarlik harakatining uzun muddatlik masalalarning urug'ini chachqanligini texi tunib ketolmadi dedi. Xitoy katta bosh Shi Jinping Xitoyda dinning yo'nalishining xitoychalashtirish bo'lishi kerakligini, diniy ishlarni boshqarish iqtidorini o'stirib, dinlarning sog'lom taraqqiyotini amalga oshirishning zaruriyatini ta'kidladi. Soda o'lchami gazetining 16-iyul kunidagi xabariga qaraganda, Shi Jinping amaldorlarga dinning yo'nalishining xitoychalashtirish bo'lishi, Xitoy Kompartiyasi rahbarligidagi sosialistik jamiyatning taraqqiyotiga moslashish prinsipida texmi ching turish uchun kuch chiqarish kerakligini aytdi. Shi Jinping yaqında Xitoy qurolli kuchlarining yaqinqi bir qancha yildan buyon Uyg'urlarni bostirgan Sharq Turkistonni ziyorat qildi. 7 ayning 12 kuni boshlangan 4 kunlik ziyorati jarayonida Shi Jinping amaldorlar bilan ko'rishib, Xitoy millati engini kuchaytirib, o'xshamagan millatlararo almashtirish, o'zaro ta'sir va birlashishni ilgari surishni ta'kidladi. Shi Jinping diniy ishlarni boshqarish iqtidorini o'stirib, dinlarning sog'lom taraqqiyotini amalga oshirishning lozimligini ta'kidladi. Xinhua agentligining xabarida aytilishicha, Shi Jinping dinning yo'nalishining xitoychalashtirish bo'lishi, Xitoy Kompartiyasi rahbarligidagi sosialistik jamiyatning taraqqiyotiga moslashish prinsipida texmi ching turish uchun kuch chiqarishi kerakligini, e'tiqodchilarning normal diniy ehtiyojiga kafolatlik qilish hamda ularni partiya va hukumat atrofiga uyushtirish kerakligini aytdi. U o'tgan bir necha yilda islom dinining kompartiyaning boshqarishiga moslashishini talab qilib keldi. Kültürel kimlikning muhimligini ta'kidlagan Shi Jinping har millat kishilarining Xitoy vatani, Xitoy millati, Xitoy kulturi, Xitoycha alayligiga ega sotsializm bilan yetaklanishi va tarbiyalanishi kerakligini aytdi. Xitoy Uyg'ur va boshqa turk xalqini lagerlarga keng ko'lamda qamab qo'yish haqidagi ayblashlarga raddiya berib, jazo lagerlarini radikallashtirishga qarshi tarbiyalash markazi deb tasvirladi. Mustaqillik uning uchun o'lishni bilgan ommaning haqqidir deydi Mustafa Kemal Atatürk. Mustaqillik uchun o'lishni bilmagan xalq qulluqqa, xo'rliqqa mahkum. O'lim har kimning peshonasiga bitilgan qismat. Qulluqda 100 yil yashagandan mustaqillik uchun kurash qilib, izzat sharfi bilan o'lgan a'lo. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.